Biz qizlarimizni hammasini mehnatga, uy tozalashga, ovqat qilishga, shu uyda nima ishlar bo'lsa hammasini qilishga o'rgatib tarbiya qilamiz. Yaxshi tarbiya topgan qiz, aqlli qiz tushgan xonadonida o'zini bilib ishini qilaveradi. Endi qarib turgan ishga yaroqsiz qaynana qilib tursa-yu, yosh kelinimiz uni tomosha qilib o'tirmaydi. Bizi o'zbek qizlarimiz bunga nima deydi? Vijdon yo'l qo'ymaydi. Vijdoni yo'l qo'ymaydi. Bizi qizlarimiz hammasi vijdonli. Keling oyi, o'zim qilaman. Voy oyijon o'tiring, o'zim qilaman deydi. Lekin kelinga qul sifatida qarash mumkin emas. Qul sifatida qaraydi, do'q qiladi, majburlaydi. Bir kunda taxlab tashlaydi ishlarni. O'shanga ulgurmasa ham qilasan deydigan qaynonalar bor. Ha, Zolushkaga aylanadi. Qo'lidagini bolasini optirib, keling bolam, bolangizni men optiraman. Qo'lingiz bilan shirin bitta ovqat qilib yuboring. Jonim bolam, desa o'sha kelin yugurib qiladi. Jonim bolam, keling. Bolangizni optiraman. Men ishlarni qilib charchadingiz, birpas damingizni oling, boring. Siz ham shunaqa deysizmi, xosiyatga kelin olsangiz? Men xudo xolasa kelinimni boshimda ko'tarib yuraman. Meni orzuyim boshqacha.